Shundoq bir yo'lda mangdim, baxtnimi, baxtsizliknimi bu yo'ldan topdim. Berilgan har bir taqdir qismatlarga shukrlar etdim. Yo'q bo'lib ketmaslikni orzu qilgan ko'p narsalardan ayrildim. Ammo asla orqamga yanmadim. Mangan yo'limdan, orzu umidlarimdan hech voz kechmadim. Chunki sabrning keyinda ajrlarning borligini, yoqtirmaydigan bir ishda ko'p yaxshiliklarning yuz berganligini, har bir ishda go'zal bir hikmatlarning yushnganligini bilatdim. Izchil o'zimga madad berib keldim. Bir zamonlar dunyoning ato qilgan shodligiga oshiq bo'lgan bo'lsam, yana bir zamonlar qayg'u va hasratlarga shohid bo'ldim. Kunni oyni yil qo'g'ilishib o'tayotgan bu qisqa umrimda taqdirimga yozilgan har narsadan bahra olib keldim. Yetarki har birimizning yo'qotganlari kechmish, tepib olganlari barakat, kutganlari saodat bo'lsin.